Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz navbatdagi maqolani tahlilini boshlaymiz va bugungi maqolamiz The Economist jurnalidan olingan va bu The Economist 9 yoki 8-may, mana 9 may kuni chiqqan soni, eng oxirgi sondan juda ham qiziq bir maqolani tahlil qilamiz. Oldindan aytib qo'yaman, agar sabringiz chidamasa, ilm olishga toqatingiz bo'lmasa, diqqatingiz faqat 1 daqiqalik short va reelslarga yetadigan bo'lsa, bu video siz uchun emas. Xavf bo'lsa ham prosmotrlarimiz kam bo'lsa ham. Demak, boshladik. The Summit of Suspicion. Summit bu summit, yig'ilish. Suspicion bu shubha. Shubhali yig'ilish yoki yig'ilishdagi shubha deb tarjima qilsak ham bo'ladi. When Donald Trump meets Xi Jinping, mutual vulnerability will be no substitute for global leadership. Demak, Donald Trump Xi Jinping bilan uchrashganda mutual vulnerability degani ikki tomonlama zaiflik global liderlikni o'rnini bosolmaydi. Ya'ni hech kim o'zini o'sha nozik tomonini ko'rsatib, nima deydi, umuman birgalikda kelishaylik demaydi. Ya'ni ikki tomon ham baribir o'zini fikrini olg'a suradi degan ma'noga yaqinroq gap. Ketdik. It is sometimes said that, not least by President Donald Trump, that America and China are now the G2, a duo of superpowers leading the world. Demak, nafaqat Donald Tramp tomonidan, balki boshqalar tomonidan ham ba'zida aytib o'tiladiki, что Amerika va Xitoy bugungi kunga kelib G2 ga aylanib qoldi. Bilamiz, G7 va G20 degan tushunchalar bor. G7 bu eng katta o'sha global super qudratli davlatlarning 7taligi, 20taligi G20 deyiladi. Mana endi yangi tushuncha sizlarga, bizga G2 degan narsa. Demak, G2 bu eng qudratli davlatlarning ikkiligi. A duo of superpowers degani super quvvat davlatlarni ikkiligi deb aytiladi, deyapti. Ya'ni mana shu ikkala davlat dunyoni umuman boshqaradi degan ma'nodagi gap. That is a grim thought. Grim degani juda ham bir qora, tund degan ma'noni bildiradi. Thought bu o'y, demak bu vahimali, tashvishli fikr, deyapti. One has a leader who treats allies like patsies. Demak, juda ham qiziq o'xshatish. And is ripping apart the institutions that underpinned global stability for decades. Bittasini xo'jayini, ya'ni lideri deyapti, yetakchisi ittifoqchilarni ahmoqqa o'xshatib munosabat qiladi demoqchi. Ya'ni patsy degani bu laqma odam degani. Ya'ni birini yetakchisi hamkorlarini, o'zini ittifoqchilarini laqma insonlardek munosabat qiladi ularga va demak global, ya'ni dunyoning stabilligini 10 yillar davomida saqlab kelgan institutlarni, demak nima qilyapti? Ripping apart degani parchalab tashlayapti, yemirib tashlayapti demoqchi. Underpinning bu yerda asos. Ya'ni o'sha global tinchlikka 10 yilliklar davomida asos bo'lib kelgan institutlarni parchalab yubormoqda. Ya'ni masalan United Nations Organization, BMTdan chiqamiz degan gaplar yoki BMTni e'tiborga olmasligi, NATO yoki shunga o'xshagan narsalar hammasi institutionlar deb ataladi. Biz o'sha albatta universitetga o'xshagan ta'lim markazi emas. Bu institution, mana shunaqa xizmat ko'rsatuvchi, demak jamiyatlar ham institution deyiladi. The other has an authoritarian regime that bullies its neighbors and is quietly stoking foreign conflicts it could help diffuse. Ikkinchisi bo'lsa, deyapti, avtoritar rejimda, deyapti. Ya'ni birinchisi Trump bo'lsa, ikkinchisi degan ma'noda Shi Jinpingni, Xitoy prezidentini aytyapti. Demak, avtoritar rejimi bor, deyapti. Va o'sha rejim bilan bullies its neighbors degani o'zini qo'shnilariga, demak, zo'ravonlik qiladi. Bully degani bu zo'ravonlik o'tkazmoq. And is quietly stoking foreign conflicts degani, stoke degani bu olovga yog' sepmoq degan ma'noni bildiradi. O'sha chet eldagi muammoli vaziyatlarga yog' sepyapti, kuchaytirib yuboryapti. Lekin aslida it could help diffuse degani o'sha muammolarni o'zi osongina yumshatishi mumkin bo'lgan narsalarga yog' sepyapti, deyapti. Ya'ni ataylab vaziyatni chigallashtirmoqda demoqda. Worse, undan ham yomoni, the two countries treat their mutual entanglements on technology and trade as security risks.
Undan ham yomonini aytaymi deyapti. Ikki tomonlama o'zaro, mutual degani o'zaro, entanglement degani murakkab bog'liqliklar, bir-biriga bog'liq bo'lgan texnologiya va savdodagi o'zaro bog'liqlikdagi kelib chiqayotgan vaziyatni deyapti. O'zlaricha xavfsizlik, demak xavfsizlik bo'yicha risklar deb atashadi deyapti. So the stakes will be huge when Mr. Trump visits Xi Jinping. Shu sababli stake degani nakanu deydiyu, o'rtada turgan narsa, qiymat, manfaatlar juda ham katta bo'ladi. Mr. Trump Shi Jinpingni oldiga borsa. Adashmasam 14 may, mana aytyapti, 14-15 mayda Mr. Trump demak Xitoyga tashrif buyurishi kutilyapti. Shuning uchun mana shunaqa maqola yozilgan. Demak, Nakanu будет стоять очень большой вещь demoqchida. Ya'ni o'rtada turgan manfaat juda ham katta bo'ladi. Tramp Xitoyning prezidenti Shi Jinpingni oldiga borganda. Va bu majlis in Beijing on May 14th and 15th, 14 va 15 may kunlari Pekinda bo'lib o'tadi. The first of four expected meetings before the end of 2026. Ya'ni 26-yil oxirigacha kutilayotgan uchrashuvlarni biri bo'ladi. Masalan, ulardan mana shu 4 uchrashuvlardan yana biri bu Zelenskiy va Putinning uchrashuvi bo'lishi mumkin. The coming 6 months could shape ties for years. Keyingi kelayotgan 6 oy undan keyingi bir necha yillar uchun aloqalarni, tie degani bu aloqalar, shape degani shakllantirishi mumkin. Ya'ni aloqalarni bundan keyingi bir necha yilga shakllantirishi mumkin. With consequences from artificial intelligence to supply chains and Taiwan to Iran. Va buning oqibatlari sun'iy intellekt Cdan tortib, demak supply chain degani bu o'sha yetkazib berish zanjirlari hamda Tayvan va Eronni o'z ichiga oladi bu oqibatlar demoqchi. Tensions tensions between the two governments run so deep that it would be naive to expect a breakthrough. Tension degani bu taranglik degani. Ikki hukumat, government bu hukumat, run so deep degani tarangliklar bu hukumatlar orasidagi, ya'ni aloqalarni nozikligi shunchalik chuqurki demoqchi. That it would be naive to expect a breakthrough. Breakthrough, eslaringizda bo'lsa, birinchi maqolada tarjima qilgandik, katta natija. Ya'ni katta natija kutish bu uchrashuvdan. Bu shunchaki naiv bo'ladi deyapti. Ya'ni naiv degani juda ham bir ahmoqlik, laqmalik, soddalik bo'ladi bu uchrashuvdan katta natija kutish deyapti. Ya'ni foydasi bo'lmaydi demoqchi. Had they more skill and humility, Mr. Trump and Mr. Xi could head off the most harmful conflicts and find areas where they could work together for everyone's benefit. Demak, ketdik. Had they more skill and humility degani, if they had degan ma'nodagi gap. Agar ularda skill va and humility degan, skill bu ko'nikma, humility bu kamtarlik, o'zini bosiqligi demoqchi. Agar bu ikki janobda Mr. Shi va Mr. Trumpda agar kamtarlik va ko'nikmalar yetarlicha bo'lganda edi deyapti. Ular could head off degani oldini olishi mumkin edi degani head off. The most harmful conflicts, juda ham zararli bo'lgan eng zararli conflict, muammoli vaziyatlarni oldini olishi mumkin edi. And find areas where they could work together. Va o'zlari uchun demak hammani foydasiga ishlaydigan maydon topishi mumkin edi. Qaysidir sohalarda hamkorlik qilishi mumkin edi va bu narsa could work together for everyone's benefit. Hammani foydasiga hal bo'lishi mumkin edi demoqchi. It is unsettling, demak davom etamiz. It is unsettling that so much will come down to Mr. Trump, who has wearied between calling Mr. Xi a dear friend and a foe. Demak, judayam ajoyib gaplar. It is unsettling degani bezovta qiladi degani. Mana shu narsa bezovta qiladi. Nima bezovta qiladi? So much will come down to degan bog'liq degani. Will bu iroda.
Shuncha qarorlar, irodalar hammasi mister Trampga bog'liqligi xavotirga soladi. Chunki mister Trump has wearied between calling Mr. Xi a dear friend and a foe. Chunki mister Trump bir tomondan qadrli do'stim desa, ikkinchi tomondan darhol wearied between degani birinchi tomondan ikkinchi tomonga tez o'tib olish degani. Ikkinchi tomondan uni dushmanim deb atashga shoshiladi deyapti. Ya'ni bir kun do'stim desa, ertasi kuni dushmanim deb ataydigan odam bo'lsa va bu odamga hamma qarorni berib qo'yish shunchaki odamni bezovta qiladi demoqchi. Let's go. Mr. Shi's views are more settled. Mr. Shining nuqtai nazari anchayin o'zgarmasroq demoqchi, ya'ni stabil. Which is its own problem. Ammo shuni o'zi ham muammo. He is convinced America is declining and that the world should bend to a rising China. Va shuni o'zi ham muammo uni nuqtai nazar. Chunki he is convinced, u ishonadi, America is declining. Amerika demak siyosiy jihatdan umuman har tomonlama davlatchiligi demak cho'kib bormoqda va dunyo should kerak, bend to degani mundoq egilish kerak. O'sib borayotgan Xitoyga, ya'ni Xitoyga demak bosh egish kerak ekan, Amerikadan yuz o'girib demoqchi. The talks in Beijing will focus on trade. Demak, Xitoyning Pekinida bo'lib o'tadigan suhbatlar asosan savdoga qaratiladi. For nearly a decade, the countries have been locked in an on again, off again trade war. Judayam go'zal gap. Demak, deyarli 10 yil davomida bu ikki davlat shu vaziyatga qulflanib qolgandi. Qanaqa vaziyatga? On again, off again trade war. Trade war degan bu davlatlar orasidagi savdo urushi. On again degan davay savdo urushini boshlaymiz. Off again degani bo'ldi, to'xtatamiz. Bir to'xtatib, bir boshlanib turgan savdo urushiga kirib qolgan edi oxirgi deyarli 10 yillikda demoqchi. At the start of 2025, ya'ni 25-yilni boshida a full-blown rupture seemed inevitable as they jacked up tariffs on each other to more than 100%. Gap judayam chiroyli. Demak, full-blown rupture degani bu to'liq uzilish degani, to'liq aloqalarni uzilishi. 25-yilni boshidagi to'liq aloqalarni uzilishi deyarli qochib bo'lmasdek tuyulgandi. Inevitable degan neizbежный degan, seemed degani казалось, shunday bo'lib tuyuldi deyapti. Ya'ni aloqalar to'liqlanib uzilib ketadi deb o'ylagandik. As they jacked up degani birdaniga biror narsani keskin oshirib yuborish degani. Jacked up tariffs degani bu o'sha bojxona soliqlari on each other to more than 100%. Demak, har bitta mahsulot uchun demak bojxona narxini 100% dan ko'pga oshirib yuborgandi. Masalan, mana shu ruchka 1000 so'm tursa, Xitoyga Amerikaning ruchkasi kirib borish uchun yana 1000 so'm qo'shilgan. Bu esa juda ham katta sonlarda katta demak yo'qotishlarga olib kelinishiga demak olib boradi. Mana shunaqa natija bilan tugaydi. Shuning uchun aloqalar to'liq uzilib ketsa kerak deb o'ylagandi dunyo demoqchi. Xo'p, since then, o'shandan keyin they have lowered tariffs in what some call a truce. Ular demak tariflarni tushirdi. Ya'ni narxlarni tushirdi, savdo demak bojlarni tushirdi. In what some call a truce va ba'zilar buni demak sulh, vaqtinchalik kelishuv deb ataydi. But is realistically a stalemate of mutual vulnerability. Ammo haqiqatdan esa stalemate degani bu shaxmatdagi patovay situatsiya yoki boshi berk ko'cha. Boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Chunki ikkalasini ham mutual vulnerabilities bor. Mutual degani обоюдный, ikki tomonlama. Vulnerability degani demak o'zaro zaifliklari borda. Ya'ni bir-biriga bog'liqlik, zaifliklari bor. Shuning uchun hech qaysisi bir harakat qila olmaydigan vaziyatda turib qolgan demoqchi. Bu esa kelishuv deyilmaydi demoqchi. China can throttle global industry by choking off rare earths. America can wield devastating sanctions on high-tech goods and financial flows. Xitoy, demak, throttle degan bo'g'ib qo'yish mumkin degan.
global sanoatni bo'g'ib to'xtatib qo'yishi mumkin. Choke off degani ham o'sha cheklab qo'yish, bo'g'ib qo'yish degani. Rare earth degani demak noyob metallar, noyob minerallar deymizmi, noyob qazilma boyliklarni cheklash orqali global sanoatni ham demak a, mana bu yerdan tomog'idan olish deymizmi, bo'g'ib qo'yishi mumkin. Xitoy. Amerika bo'lsa can wield devastating sanctions degani demak vayron qiluvchi sanksiyalarni qo'llay oladi. Wield degani qo'llamoq degani. Yuqori texnologiyali mahsulotlarga va demak iqtisodiy pul oqimiga shunaqa ta'sir o'tkazishi mumkin Amerika. Amerika iqtisodiy tomonlama ta'sir qilsa, Xitoy esa o'sha noyob metallar savdosiga cheklov qo'yishi mumkin demoqchi. This stalemate is unstable. Ammo bu demak boshi berk ko'cha stabil emas. Ya'ni bunday sokinlik bir uzoq davom etmaydi. Nimaga? As America vies to break China's grip on rare earth, China is backing semiconductor production and trying to free itself from the dollar. Bu sokinlik uzoq davom etmaydi. Chunki Amerika jon jahdi bilan harakat qilyapti. Xitoyni grip, mana bu demak ushlab olish, demak sixvatka degani grip deyiladi. Rare earth, noyob metallar ustidan mana bundaqa sixvatkasidan chiqib ketmoqchi Amerika deyapti. Xitoy esa semiconductor, yarim o'tkazgich, ya'ni chiplar ishlab chiqarishni back qilyapti. Back degani qo'llab-quvvatlamoq degani va harakat qilmoqchi dollardan o'zini ozod qilishga. Ya'ni dollardan to'laqonli voz kechmoqchi demoqchi. For now, hozircha, a good result from this summit would be for the two to promise to be predictable. Juda ham ajoyib gap. Hozircha deyapti, sammitning eng yaxshi natijasi nima bo'lishi mumkin desa, o'sha ikkala tomon ham bir-birini qarorlarini предсказуемый, ya'ni oldindan bashorat qilsa bo'ladigan qarorlar qabul qilsin deyapti. Ya'ni kutilmaganda tariflarni 200% ga oshirib, keyin bu masalan demak bugun may 13 bo'lsa, 14-dan bo'ldi Amerikani mahsulotlariga, Amerikan texnologiyasiga o'sha nodir metallarni chiqarmay qo'yamiz demasin. Ya'ni более предсказуемый, oldindan aytsa bo'ladigan, kutiladigan harakatlarni qilsin demoqchi. Ya'ni mana shu natijaga erishish ham katta yutuq bo'ladi demoqchi. Mr. Trump's misplaced faith in tariffs makes cuts unrealistic. Mr. Trumpning demak noto'g'ri ishonchi tariflarga bo'lgan, ya'ni o'zini o'sha bojxona tariflariga bo'lgan noto'g'ri ishonchi demak bunday bojxonani soliqlarini kamaytirishni noreal qilib qo'yadi demoqchi. Makes cuts degani o'sha cut kamaytirish, unrealistic, noreal demoqchi. But holding them at current levels would at least let firms get on with business. Ammo hech bo'lmasa o'sha soliqlarni hozirgi holatda ushlab turish, current levels degan hozirgi holat, at least hech bo'lmasa let firms get on with business. Firmalarga, kompaniyalarga o'z ishini get on with degani davom ettirishga imkon yaratib beradi. O'sha ishini qilaverishga imkon yaratadi demoqchi. The Americans want a board of trade to manage commerce between the two countries. Amerikaliklar demak savdo apparatini demak bu ikki davlat orasidagi demak savdo sotiqni boshqarishni xohlaydi. Demak shunaqa board of trade tashkil qilinsa, demak savdo tashkiloti assotsiatsiyasi tashkil qilinsa va u ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni boshqarsa deb xohlaydi amerikaliklar deyapti. That would be unwieldy and would do little to reindustrialize America. Demak bu demak nima desam ekan, bu juda ham noqulay bo'lib qoladi va would do little to reindustrialize degani qayta sanoatlashtirishni tiklash Amerikada tiklash uchun juda ham kam natijaga ega bo'ladi. Ya'ni umuman bu gapni tushunish uchun Amerikadagi bo'layotgan vaziyat o'sha 80-70-yillardan boshlab, undan ham oldin bo'lmasa katta kompaniyalar Xitoyga yoki boshqa arzon davlatlarga o'z ishlab chiqarish sanoatlarini chiqarishgan, chunki Amerikada ishlab chiqarish juda ham qimmatga tushgan. Shuning uchun bugungi kunda o'sha Tesla'ning ham zavodi bor yoki Apple'ni ham eng katta zavodlarini Xitoyda demak asosiy zavodlar Xitoyda joylashgan va Trampning fikricha bu zavodlar Amerikaga qaytishi kerak.
Bu natija esa, demak, bu uchrashuv esa Amerikani qayta sanoatlashishi uchun deyarli hissa qo'shmaydi demoqchi. A mechanism for regular dialogue would be better. Undan ko'ra doimiy dialog ikki davlat orasidagi munosabatlarni yaxshilanishi yaxshiroq natija deb qaralishi mumkin, deyapti. An obvious risk is miscalculation. Eng oddiy demak xavf bu noto'g'ri hisob-kitob, deyapti. Ya'ni ikkalasi ham kuchliman deb o'ylaydi. Amerika undoq yuboraman deb o'zini kuchiga to'liq baho bera olmasligi mumkin. Ya'ni ortiqcha baho bera olishi mumkin. Xitoy ham xuddi shunday. Eng katta xavf, eng ko'rinib turgan xavf shu, deyapti. American trade officials are investigating industrial overcapacity and forced labor in China, which may be an excuse to impose higher tariffs within months. Amerikalik savdo rasmiylari, demak, sanoat jihatdan ortiqcha ishlab chiqarish va majburiy mehnatni, Xitoydagi majburiy mehnatni tadqiq qilishmoqda. Investigate degani расследовать, qidirmoqda, izlamoqda. Va bu narsa an excuse, bahona bo'lishi mumkin to impose higher tariffs degani, demak, yuqori tariflar joriy qilishga bir necha oyni ichida bahona bo'lishi mumkin. Ya'ni bo'ldi, sen deydi, masalan, odamlarni majburiy mehnatga jalb qilyapsan deydida, tariflarni oshiraveradi, biz sendan sotib olmaymiz deb. Go'yoki bu majburiy mehnatni to'xtatib qo'yadigandek. Demak, on May 2nd, China deployed a blocking measure that threatens financial punishment against firms that comply with certain American sanctions. 2 May kuni Xitoy deployed degani, demak, ishga tushirdi. Blocking measure, demak, bloklash chorasini ishga tushirdi va bu bloklash chorasi xavf solar ekan. Finansiy, demak, jazoni, ya'ni iqtisodiy jazoni, demak, jazo bilan qo'rqitarkan firmalarni. Qanday firmalarni? Amerikani sanksiyalariga, demak, bo'ysunayotgan, demak, tashkilotlarga agar Amerikani aytganini qilsang, demak, senga iqtisodiy jazo qo'llayman deb, demak, xavf tug'dirar ekan, qo'rqitar ekan. China has also threatened to go after companies that shift supply chains to other countries, precisely what America is urging. Demak, Xitoy shuningdek, Amerika talab qilayotgandek, aynan Amerika talab qilayotgandek, o'sha savdo zanjirini boshqa davlatlarga ko'chirish harakatida bo'lgan kompaniyalarni ham ortidan tushgan demoqchi va ularga ham po'pisa qilyapti. Agar Amerikani aytganini yo'rig'iga yuradigan bo'lsang, bizdan yaxshilik kutma deb. Beijing is thus setting up a test for compliance grounded not in law but power. Demak, Xitoy shuning uchun set up a test degani, set up a test of compliance degani, rioya qilish, bo'ysunish, demak, testini o'tkazmoqda. Nimaga rioya qilish? Qonunga emas, balki qudratga bo'ysunish testini o'tkazib ko'rmoqda. Qani, qaysi firma Amerikani gapiga kiradi-yu, qaysi firma o'sha Xitoyni aytganidan chiqmaydi. Global executives must choose which government they fear more. Global executives degani xalqaro kompaniya rahbarlari, ya'ni ijrochi direktorlar must choose, tanlash kerak, which government, qaysi hokimiyatdan they fear more, ko'proq ular qo'rqishadi. Tanlash kerak, yo A yo B variant. American negotiators have kept the summits lead up focused on trade, not security. Demak, amerikalik kelishuvchilar, negotiators degani kelishuvchilar, have kept the summits lead up. Summitning boshlanishini, demak, nimaga qaratishga, demak, diqqatini qaratgan. Savdoga, xavfsizlikka emas, balki savdoga diqqatini qaratgan deb, demak, o'zlariga reja qilib olgan amerikaliklar. But the Chinese spot an opportunity in the American president's unpredictability. Ammo xitoyliklar spot an opportunity degani, demak, spot ilg'ab qolish degani, opportunity imkoniyatni ko'rib qolishdi. Amerika prezidentining nepredskazuynost, oldindan bashorat qilib bo'lmaydigan harakatlarni, ya'ni amerikalik kelishuvchilar boshida o'zi savdo haqida gaplashamiz deb borishi mumkin, ammo kerak bo'lsa xitoyliklarning fikricha, Trampning oldindan aytib bo'lmaydigan xarakteri tufayli bu narsa darhol xavfsizlik bilan boshlanib ketishi ham mumkin demoqchi.
They may be right. Balki ular haqdir. Just as Chinese advisors are afraid to contradict Mr. Xi, so officials in the White House defer to Mr. Trump on all things China, including Taiwan. Demak, ketdik. Uh, Xuddi xitoylik maslahatchilar Mr. Shiga qarshi chiqishga qo'rqishganidek, Oq uydagi officiallar, rasmiylar ham defer to degani, demak, accept somebody's authority, kimnidir, demak, avtoritetini qabul qilish, rahbarligini qabul qilish. Ya'ni Mr. Trumpni obro'sini yoki uni demak, boshliq ekanligini qabul qilishadi. Xitoyning barcha masalalarida, Tayvan masalasida ham demoqchi. Tayvan, agar bilsalaringiz, bu judayam nima deydi, kelishmovchilik nuqtasi. Bir tomondan Xitoy bu bizning ajralmas qismimiz deydi, ikkinchi tomondan Amerika yo'q, Tayvan mustaqil deydi. Tayvanni demak diqqat markazida qolishiga yana bir sabab, u dunyodagi eng katta chip ishlab chiqaruvchi zavodlar joylashgan, demak davlatcha hisoblanadi. Davlat ham emas, bir orol hisoblanadi. Hop. And it is there Mr. Trump may think he can lower the temperature by going soft. Va mana shunday holatda Mr. Trump o'ylashi mumkin he can lower the temperature. Demak, oradagi, demak, bahsli qaynoqlikni, demak, yumshash orqali tushiraman deb o'ylashi mumkin. Chinese officials hint degan namikayt degani. Demak, shunaqa belgi beryaptiki, что the more he bends to Taiwan, the more China will give on trade. Demak, qanchalik Trump Tayvan masalasida egilsa, ya'ni yumshoqlik qilsa, Xitoy ham shunchalik savdo borasida yengilliklar qilib beradi demoqchi. They hope he might cut arms sales to the island or say he's against Taiwanese independence. Ular umid qilayotgan narsa bu Trumpni orolga arms sales degani, bu qurol savdosini, demak, cheklashi mumkinligini kutmoqda, umid qilmoqda, yoki bo'lmasa Taiwanese independence, Tayvanni mustaqilligiga qarshiman deyishini kutmoqda yoki umid qilmoqda. He shouldn't take the bait. Ammo Trump bu qarmoqqa ilinib qolish kerak emas. Bait degani bu xo'rak. Xo'rakka ilinib qolish kerak emas. It would be wrong to sell out a democratic partner. Chunki demokratik partnyorni, hamkorni sotib yuborish yoki unga xiyonat qilish noto'g'ri bo'ladi demoqchi. Bu yerda demokratik partnyor sifatida Tayvan nazarda tutilmoqda. And reckless to endanger the world's essential chip maker. Reckless degani ahmoqona, o'ylamasdan xavfli ish qiladigan holat bo'ladi. To endanger degani xavf ostiga qo'yish. The world's essential chip maker. Dunyodagi eng muhim zarur chip yasovchini, demak, xavf ostiga qo'yish bu ahmoqgarchilik bo'ladi demoqchi. Ya'ni Xitoyga yon bosish shu narsaga olib keladi. Besides, bundan tashqari, the current arrangement works. Hozirgi holat o'zicha ham ish berib turibdi. Ya'ni hozirda ham hech qanaqa jang bo'layotgani yo'q. Hech qanaqa bir o'ngga chapga yurilmasa ham normal holat demoqchi. Even if Mr. Xi would never admit it. Hattoki Mr. Xi yoki Xi tan olmasa ham, hozirgi holat ikki tomon uchun ham, dunyo uchun ham normal holat. Ya'ni Xitoy Tayvanni bosib olish niyati yo'q hozircha. Demak, urush bilan u yerda ham tinch vaziyat ketyapti. Taiwan is prosperous. Prosperous degani gullab yashnayapti. Процветает degani. Tayvan gullab yashnamoqda. Xitoy ascendant degani, Xitoy esa tepaga qarab o'smoqda. Asia mostly peaceful. Osiyo esa odatda o'zi tinch hudud demoqchi. Moreover, the world faces other pressing security concerns. Undan tashqari, dunyo undan boshqa, demak, zarurroq, pressing degani bosim ostidagi security concerns, xavfsizlik muammolariga ham duch kelmoqda deb aytyapti. Face. For America to attack Iran was a strategic blunder. And China has been content to let it reap what it has sown. Bu ajoyib gap. Demak, tarjima qilamiz buni. Demak, strategic blunder bu strategik xato. Ya'ni Amerika uchun Eronga hujum bu strategik xato edi. Xitoy esa has been content. Content degan bu internetdagi content emas. Content
with degani yoki content something degani bu qoniqib turibdi. Удовлетворяет. Xitoyni ko'nglini to'ldirib turibdi. Let it reap what it has sown. O'zi ekkan narsasini, demak, natijasini ko'rish unga yetarli bo'lib turibdi. Ana Amerika o'zi boshlab qo'ydi Eron bilan urushishni va Xitoy bir chekkada maza qilib tomosha qilyapti demoqchi. China has now begun to dabble in diplomacy, meeting Iran's foreign minister this week. Xitoy endi esa boshladi to dabble in diplomacy. Mana shu narsalarni eslab qolinglar. Dabble in diplomacy degan superficially try, ya'ni yuzaki harakat qilishni boshladi diplomatiya sohasida. Va Eronni, demak, tashqi ishlar vaziri bilan shu hafta uchrashyapti yoki uchrashdi demoqchi. It should press the Iranian regime to negotiate. Xitoy o'z navbatida Eronni, demak, hokimiyatidagilarni kelishuvga o'tirishiga bosim o'tkazish kerak deyapti. Bu Economistdagi janoblar. Hattoki biz bunga qo'shilmasak ham. Or tempted to give up its nuclear program with the offer of security guarantees. Yoki bo'lmasa o'sha tempt it to give up degani vahima qildirib, o'sha o'zini atom programmasidan yoki yadroviy programmasidan voz kechishiga, demak, vasvas qildirish kerak, qo'rqitish kerak demoqchi. With the offer of security guarantees. Demak, xavfsizlik kafolatlarini taklif qilgan holatda. Sen atom bomba yasamaysan, senga Amerika hujum qilmaydi degan taklif bilan Eronni, demak, kelishuvlar stoliga o'tirg'izish kerak demoqchi. But its allergy to foreign masses holds it back. Ammo Xitoyni allergiyasi bor chet eldagi mass, ya'ni tartibsizliklarga aralashishga, va mana shu allergiya uni to'xtatib turibdi. Hold it back degan to'xtatmoq. And whatever moral high ground China thinks it holds on Iran is undercut by its role enabling Vladimir Putin to fight in Ukraine by buying Russia's gas and selling dual-use technology. Demak, qaraymiz. Qanday vijdonimiz biz toza moral high ground degan o vijdonlilik, insof, iymon degan narsalar qanchalik Xitoy bizda baland deb o'ylamasin deyapti Eronni mavzusida. Bu undercut degani zaiflashadi. Nima bilan? O'zini roli bilan. Vladimir Putinga o'sha Ukrainada urush olib borishga imkon yaratib berganligi tufayli ularni bizni vijdonimiz toza deyish pozitsiyasini zaiflashtiradi. Chunki ular ikki xil o'yin o'ynayotgan bo'ladi. Bir tomondagi urushga, demak, yon berib, ikkinchi tomondagiga qarshilik qilayotgan bo'ladi demoqchi. Mr. Trump should press Mr. Xi to use his weight in Moscow to help end the Ukraine war. Mr. Trump esa Si Zinpinga, demak, bosim o'tkazish kerak. O'zini vaznidan foydalangan holatda Xi Moskvaga, demak, ta'sir o'tkazish kerak Ukrainadagi urushni tugatish uchun. Instead, ammo buni o'rniga it will barely figure in their discussions. Ammo buni o'rniga bu narsalar deyarli teginilmaydi ham. Ularning muhokamasida paydo ham bo'lmaydi bu mavzular demoqchi. True statesmen would also find much else to deal with. Bu ikki haqiqiy, demak, bu ikki inson haqiqiy davlat arboblari bo'lganda edi deyapti. Would deyapti. Demak, kelasi zamonga would ishlatsak, demak, unreal, demak, holat. Bular ikkalasi haqiqiy davlat arboblari bo'lganda edi, kelishuv uchun ko'pgina yana boshqa mavzularni ham topish mumkin edi. American and Chinese companies are at the frontier of AI. Amerika va Xitoy kompaniyalari, demak, sun'iy intellekt sohasini eng frontida, frontier degani old qismida demoqchi. Avangardida. Their government should therefore be leading on its risks va ularning hokimiyati shuning uchun, demak, xavflarni yetakchilik qilish kerak, xavflarni oldini olishga demoqchi. Such as biosecurity, bioxavfsizlik bularni bir sirasiga kiradi demoqchi. Climate, once a rare area of cooperation, will be a blind spot because Trump administration shuns all policy on global warming. Demak, iqlim ham avval ora-orada gaplashib turilgan bo'lsa ham, a blind spot degani, demak, e'tibor berilmaydigan zaif nuqta bo'ladi bu ikki kelishuv, bu ikki suhbat, ikki kishining orasidagi suhbatda. Chunki
Trump administratsiyasi shun's degani, shun avoid degani. O'zini olib qochadi. All policy on global warming, ya'ni global isish borasidagi barcha qonun qoidalarni maksimal tarzda ignore qiladi, e'tibor bermasdan chetlab o'tadi demoqchi. Ya'ni ular bu mavzuda gaplashishni xohlamaydi. And joint work on pandemic prevention once routine has become fraught because China dislikes questions about whether the COVID-19 virus leaked from a Wuhan laboratory. Demak, fraud degani, demak, asosiy tushunmayotgan so'zimiz shu bo'lsa kerak, taranglik yoki asabiylik degan ma'noni bildiradi. Qo'shma hamkorlik, pandemiyani oldini olishdagi hamkorlik avvallari rutina bo'lib kelardi, doimiy odatiy ahvolida. Ammo bugunga kelib juda ham tarang mavzuga aylandi, chunki Xitoy dislikes yoqtirmaydi. COVID-19 virusi Wuhan laboratoriyasidan chiqib ketganmi, leak from degan chiqib ketish kutilmaganda xohlamaygina chiqib ketganmi yoki yo'qmi, bu mavzularga qaytishni xohlamaydi Xitoy tomoni, deyapti. Ya'ni ikkala tomonni ham o'ziga yarasha bir nozik nuqtalari bor demoqchi. The superpowers need not be friends to talk about all this. Super qudrat davlatlar bu mavzular haqida gaplashish uchun do'st bo'lish shart emas aslida demoqchi. At the height of the Cold War, demak sovuq urushni eng cho'qqisiga chiqqan payti, sovuq urush bilasizlar 45-yildan 90-yillargacha davom etgan Sovet Ittifoqi va Amerika o'rtasidagi demak vaziyat, taranglik. America and the Soviet Union hammered out deals over nuclear arms, science in space, borders in Europe and cancer research. Xuddi shu taranglikning eng cho'qqis paytida ham Amerika va Sovet Ittifoqi hammered out deals degani o'sha kelishuvlarga erishishga muvaffaq bo'lishgan nimalar sohasida, yadroviy qurollar, kosmosdagi, osmondagi, fazodagi nauka, ilm-fan borasida yoki bo'lmasa Yevropa chegaralari yoki cancer research, saraton tadqiqotlari bo'yicha kelishuvlarga erishgan shunaqa taranglik vaziyatda ham demoqchi. Ya'ni do'st bo'lish shart emas. America's commercial ties to China are far tighter than its ties to the Soviet or everywhere. Yana ham deyapti, Sovetlar bilan Amerikaliklarni umuman bir savdo aloqalari unaqa yaxshi bo'lmagan. Shunday holatda ham kelishuvga erisha olishgan. Bugungi kunda Amerikani savdo aloqalari, commercial ties to China are far tighter degan ancha-muncha mustahkamroq, mana bunaqaroq bog'langan than its ties to the Soviets everywhere. Demak, Sovetlar bilan har qachon bo'lganligidan ko'ra mustahkamroq, ya'ni urushib ketishga imkon yo'q. Mana shu narsalarni kelishishni boshlasa hech narsa qilmaydi demoqchi. Alas, oui, afsuski, the two leaders both think that cooperation is a trap. Ikkala hokim ham yoki ikkala hukmdor ham cooperation, hamkorlik bu qopqon deb o'ylaydi, in which rules could be foisted on them by the other side. Va bu qopqonga tushib qolishsa, foisted on degan majburan tiqishtirilishi mumkin boshqa tomondan yangi qonun o'yin qoidalari. Ya'ni men Amerikaga xo'p bo'ladi deb qo'ysam bir nuqtada yana o'zcha aytganiga yurg'izishni boshlaydi deb o'ylaydi Xitoy tomoni. Amerika tomoni ham xuddi shunaqa deb o'ylaydi demoqchi. That logic makes dominance the priority, not global public goods. Demak, bu mantiq bilan o'ylaydigan bo'lsak, global dominantlikni priorityga aylantiradi, ya'ni global ustunlikni eng asosiy kun tartibiga aylantiradi. Jamiyat uchun yaxshi bo'lgan narsani emas demoqchi. Ya'ni men yakka hokim bo'lsam, faqat men aytganim bo'ladi deydi kelishishni o'rniga. So the summit will probably yield little besides forced smiles. Juda ham ajoyib gap. Shu sababli bu summit, bu yig'ilish katta ehtimollik bilan yield little, demak juda ham kam, demak foyda beradi. Krome dan tashqari forced smiles, majburiy deb kulishdan boshqa hech qanaqa bir foyda bermaydi demoqchi. Such a lack of ambition is troubling. Va mana shunday bir maqsad, ambitsiyalarni, ya'ni katta maqsadlarni yetishmasligi, lack of degani muammoli, ya'ni xavotirga soladi odamni, deyapti. Advisors on both sides argue that at least they are talking. Ikki tomondagi, demak, maslahatchilar, deyapti, fikrni olg'a suradiki, shunday fikrni olg'a suradiki, что ular hech bo'lmasa gaplashishni boshladi-yu deb shuni natija deb o'ylaydi. Yet to sustain cooperation beyond the Trump administration, they need results.
Ammo sustain degani davom ettirish, saqlab qolish. Bunday kooperatsiyani, hamkorlikni davom ettirish uchun Tramp administratsiyasidan keyin ham beyond degani they need results. Ularga haqiqiy natija kerak. Instead, uni o'rniga the only thing keeping America and China at the table is fear of the economic damage each can inflict on the other. Buni o'rniga bu ikkalasini Amerika va Xitoyni stolda saqlab turgan yolg'iz narsa bu qo'rquv. Qanday qo'rquv? Iqtisodiy zarar. Each can inflict on the other. Inflict degani demak yetkazmoq. Bir-biriga yetkazishi mumkin bo'lgan iqtisodiy zarardan qo'rqibgina demak stolga o'tirmoqchi deyapti. The G2 is not leading the world so much as holding it to ransom. Demak, juda ham ajoyib gap bilan tugadi. Bu G2, bu ikki gigant davlat dunyoni dunyoni yetaklamayapti. Nima qilyapti? So much as holding it to ransom. Qaytanga uni ko'proq garovda ushlab turganga o'xshaydi, yetakchilik qilayotgandan ko'ra deyapti. Ha, do'stlar, siyosat bu juda ham go'zal mavzu. Boshqa mavzular ham go'zal, ammo bugun o'qib qolgan maqola shu bo'lganligi uchun shu bilimlarni, so'zlarni qo'ldan kelgancha sizlarga yetkazib berishga harakat qildik. Agar sizni diqqatingiz mana shu yergacha kelishga olib kelgan bo'lsa, mana shu yergacha sabr qila olgan bo'lsangiz, mashaalloh, tabriklayman sizni. Siz to'g'ri yo'ldasiz. Mana shunaqa uzun-uzun videolarni ko'rishda davom eting. Aynan bizniki bo'lishi shart emas. Sizni diqqatingiz qanchalik mustahkam bo'lsa, kelajakdagi muvaffaqiyatingiz shunchalik kafolatlangan bo'lib boraveradi. Chunki bugungi kundagi eng katta yutuqlardan biri bu diqqatni saqlab turish. Chunki o'sha YouTube'dagi demak shortlar, Instagramdagi reelslar yoki TikTokdagi qisqa videolar bizni diqqatimizni bo'laklarga bo'lib tashlamoqda va biz bu narsani to'xtatish uchun uzundan uzun videolarni chiqarishni boshladik. Albatta, shortlarni ham davom ettiramiz, ammo shortlarda ham maksimum foyda berishga va borgan sari odamlarni uzunroq video ko'rishga, demak, undashga harakat qilamiz. Barchangizga sog'lik, salomatlik, sabringiz uchun, vaqtingiz uchun rozi bo'ling. Rahmat.